Biz vaqtga sig'maymiz, biz qalbga sig'amiz. Madaniyat va ma'rifat kanali zamondosh ko'rsatuvida biz bilan birga bo'ling. Ma'rifiy ko'rsatuvlarni reytingi baland shoularga boy beryapmizmi? Taniqli shoira Zebo Mirzo o'zining Facebook sahifasida chiqish qilib, eng so'nggi ko'rsatuvini olayotganini va ko'rsatuv yopilayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, reytingi past deb baholangani sabab ko'rsatuv efirdan olindi. Bu esa ijtimoiy tarmoqning ayrim foydalanuvchilari tomonidan madaniy qatlamga nisbatan adolatsiz qaror sifatida qabul qilindi. Ko'rsatuv eng reytingi past ko'rsatuvlar sifatida, xullas talabga mutlaqo javob bera olmadim, deb yozadi Zebo Mirzo alamli chiqishida. Mazkur xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Yuzlab izohlar orasida aksariyat fikrlar Zebo Mirzoning tomoshabin qalbidagi o'rni, uning ko'rsatuvining falsafiy va adabiy ahamiyati haqida bo'ldi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi shoira Sharifa Salimova ziyoli dunyoqarashlarning oynai jahon oldidagi adabiy iqrorlari edi. Bu ko'rsatuv o'z tomoshabinlariga ega, o'z tilimizning go'zal imkoniyatlarini shoirona namoyon etadi, deya ta'kidlaydi. Ko'hinur ismli foydalanuvchi, bu juda ham nohaqlik bo'libdi. Zeboning ko'rsatuvi eng oliy darajadagi ko'rsatuv edi. Ruhiyatni tiniqlashtiruvchi, go'zal hislarga chorlovchi deb o'z fikrini bildirgan. Anvar Nazir: reyting tizimini madaniyat va ma'rifat telekanaliga qo'llash bema'nilik. Bu shou biznes emas, bu teleko'rsatuv ma'naviy ehtiyojni qondiruvchi maskan edi, degan bo'lsa, Yozuvchilar uyushmasi Jizzax viloyati bo'limi rahbari shoira Mehribon Abdurahmonova: haqiqiy san'atshunos, olim va ijodkor qalbi bilan fikr yuritar edingiz. Jahon reytingida bardoshli ko'rsatuv edi, desam mubolag'a emas, deya ko'rsatuvni alohida e'tirof etadi. Shahnoza Mahmudova ismli foydalanuvchi esa: biz vaqtga sig'mayapmiz, biz qalbga sig'amiz. Zebo opadagi bunday so'zlar dunyobob, reytingi emas, ta'siri muhim, deb ko'plab shu kabi fikrlarni izohlab beradi. Ushbu fikrlarda reytingga asoslangan kontent siyosati madaniy va ma'rifiy dasturlarga to'siq bo'layotgani yaqqol ko'rsatildi. Faqat ommaviylik va tijorat talablarini o'lchov qilish targ'ibot emas, balki ma'lum bir qatlam ehtiyojlarni e'tiborsiz qoldirish ekanligi ta'kidlandi. Taniqli ijodkor atrofida yuz bergan bu voqea axborot siyosatidagi umumiy muvozanat masalasini yuzaga chiqardi. Ma'rifiy kontent qanchalik himoyada, diqqat markazidami? Shu kabi masalalar muhokama markazida turibdi. Zebo Mirzo o'z postida muxlislardan xolis fikr so'rab, javobsiz qolgan savollarni ochiq qoldirdi. Qaysi so'zlarim bilan ko'nglingizga kirib bora oldim? Bu savolga javob beruvchilar, dil izhorlari va fikrlari bilan o'z munosabatini bildirganlar ko'p bo'ldi.